Xo'p, bugun siz bilan otga qo'shiladigan inkor qo'shimchasini o'tamiz. Otga demak igani qo'shib, orqasidan animnida so'zini oladigan bo'lsangiz, rasmiy holatda inkor shakli yasaladi. O'zbek tiliga shaxslarga qarab turib emasman, emassiz, emasman, emas deb tarjima qilsangiz bo'laveradi. Misol uchun, igonin chegi animnida bu kitob emas bo'lyapti. Endi qarang, mana bu joyda otga i bilan gani qo'shilishida qoida bor, ya'ni patchim qoidasi. Patchim bo'lsa i qo'shasiz, patchim bo'lmasa ga qo'shasiz. Domla, patchimga tushunmayapman-da, bundan oson usuli bormi? Bor, bundan ham oson usuli bor. Agar patchimga tushunmaydigan bo'lsangiz, qarang. So'z undosh harfga tugayotgan bo'lsa, i qo'shasiz. Unli harfga tugayotgan bo'lsa, ga qo'shasiz. Domla, bundan ham oson usuli bormi? Bor, bundan ham oson usuli bor. Qarang. Patchimga ham tushunmasangiz, unli undoshni ham ajrata olmasangiz, oxirgi harfdagi bo'g'inda, mana bo'g'inda qaraysiz, sanaysiz. 1 2 3. 3 ta harf bo'lsa i qo'shasiz. 2 ta harf bo'lsa ga qo'shasiz. Domla, qiyinlashib ketyapti-yu. Bundan ham osoni bormi? Bor. Endi uka bor. Endi hali yashagim bor uka, bor.